Toshkent shahar Yashnobod tumani Sangort mahallada navbatligimiz keldik. Bu uyimizda 3 sotu, 3 ta xona, bitta sanuzel. Ko'ringlar, obzorga beraman. Narxini oxirida aytaman. Mana bu ko'rishimiz. Ko'rishingiz mumkin bu yerda bemalol ikkita mashina sig'adi. Bu yerda mana zeleniy zona qilib joy qoldirilgan. Bu uyimizni mana ko'rinishi. Bu zalda, zalga bu yerdan ham kirsa bo'ladi, bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Bizda mana shu qurishimiz. O'tib bizda oshxona ko'rayotgan bo'lsanglar, chiroyli kuxnya qilib yasatirishgan. Zalga bu yerdan ham kirsa bo'ladi, bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda bizda mana shunaqa chiroyli zal. Zalimiz kattagina. Ancha-muncha mehmonlar sig'adi. Bu yerda bizda sanuzel. Bu yerda bizda spalni. Bu yerda bizda yana bitta xona. Bu yerda kladovka hisobida 3 metrga 7 metr narsalar qo'yishga joy qoldirilgan. Bu uyimizga domga ham barter qilsa bo'ladi. 2 xonali 3 xonali dom berib, ustidan davlat qilsa bo'ladi. Bu uyimizni 110 ming so'raymiz.